bir qator vazifalar, ko'rsatmalar, topshiriqlar berdilar. Biz g'urur bilan aytishimiz kerak, bunaqangi madaniyat saroylari sohada kamdan kam. Zamonaviy boshqaruv mexanizmlari sohada joriy etilib, davlat xususiy sherikchilik asosida viloyatimizda 3 ta madaniyat markazi faoliyati tashkil etilyapti. Bu jarayonni joriy yilda ham izchil davom ettirib, yana 4 ta madaniyat markazi faoliyatini yo'lga qo'yishga oldimizga maqsad qilganmiz. Shuningdek, Yakkabog' tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Yakkabog' chechaklar bolalar folklor ansambli namunali bolalar folklor jamoasi unvoni bilan taqdirlandi. Viloyat musiqali drama va qo'g'irchoq teatri xorijiy davlatlarda o'tkazilgan xalqaro teatrlar festivallarida munosib ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Yaqinga mana Belarusya davlatiga borib keldi. Belarusiyalik hamkorlarimiz ham mana shu teatrimiz jamoasini taklif qildi. Biz moliyalashtirib beramiz, borib kelishini. O'ylaymanki, bu yoq o'rtamizdagi do'stlikni yana mustahkamlaydi. Bu yerga borib ham mana shu san'atlarni namoyish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shahrisabz shahar ikkinchi son bolalar musiqa va san'at maktabi hamda Koreya Respublikasining Iksan shahri madaniyat markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Joriy yil may oyida viloyat badiiy jamoasining Koreya Respublikasida gastrol safari tashkil etildi. Ayni paytda viloyat madaniyat boshqarmasi tasarrufida 128 ta madaniyat muassasasi faoliyat olib boryapti. Bugungi bayramda bir narsani alohida e'tirof etishimiz zarur. Viloyatimizda o'tkazilayotgan biror bir tadbirda madaniyat xodimlari ishtirokisiz biz tasavvur eta olmaymiz. Mana shunday davralarimizga fayz kiritib, vohamiz ahlining kayfiyatini ko'tarayotgan, ularni yangi marralar sari ruhlantirayotgan sohaning fidoyi xodimlariga shaxsan butun Qashqadaryomiz xalqi keng jamoatchilik nomidan shukr minnatdorlik. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, madaniyat bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishar ekanmiz. Buni avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishimizdan boshlashimiz lozim. Respublikamiz madaniyati va san'ati rivojlanishida viloyatimiz san'ati fidoyilarining ham samarali mehnati borligidan barchamiz albatta faxrlanamiz. Qadrli do'stlar, muhtaram madaniyat va san'at fidoyilari, tarixdan ma'lumki, o'ziga xos uyg'onish davriga asos solgan ulug' bobomiz Amir Temur davrida ham madaniyat va san'atning barcha turlari rivojlangan. Mana shu ko'p gaplarimiz ikkinchi Renessans davrida juda ko'p musiqa asarlari, shoirlar, yozuvchilar, umuman madaniyat va san'at ahliga juda katta sharoit yaratib berdi. Qolaversa, jadid bobolarimiz ham millatni uyg'otishda san'atni dolzarb ahamiyatini alohida qayd etishgan. Bugun bobo meros, bu ezgu an'analarimiz yurtimizda yangicha qiyofada bo'y ko'rsatmoqda. Oldimizga 3-Renessans poydevorini yaratish singari ulkan maqsadlarni qo'ygan ekanmiz. Bu borada albatta sizlarni mana shu betakror iste'dodingizga, mehnatingizga, mashaqqatli mehnatingizga biz albatta ishonamiz. Zero madaniyat va san'atni tarbiyadagi ta'sirchan qudratini hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Ayniqsa yoshlarimizni yuksak fazilatlarga ega, vatanga sadoqatli insonlar etib tarbiyalashda, yurtdoshlarimizni ezgu g'oyalar, yangi marralar sari ilhomlantirishda sizlarning xizmatlaringiz beqiyos. Shu bois ham xalqimiz sizlarni o'zgacha hurmat qiladi, e'zozlaydi. Qaysi bir yaxshi kun bo'lmasin, madaniyat va san'at xodimlarisiz o'tmaydi. Mana men o'zim viloyat misolida aytadigan bo'lsam, ming rahmat. Mana bu yerda ko'pchilik akalarimiz, opalarimiz turishibdi. Qanaqangi tadbir bo'lsa, bular borib beminnat katta tadbirlarimizga, xalqimizga xizmat qilib kelishadi. Albatta biz mana shunday bir muborak kunlarga niyat qilamiz. Mana 2026-yilda hammamiz jonajon otamizda mustaqilligimizda 35 yillik bayram tantanalarini keng nishonlaymiz. Mana shunday bayram tantanalarda mana shu davrada o'tgan akalarimiz, opalarimiz, umuman viloyatimizdan ham O'zbekiston xalq
yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'lsa, albatta hammamiz juda xursand bo'lamiz. Yana bir bor mana shunday bayram kunlari bilan, kasb bayramlari bilan men hammalarimizni tabriklayman. Mana shu e'zoz va ehtirom, olqish va e'tiroflar, ijodiy muvaffaqiyatlar hamisha hamrohingiz bo'lsin. Bayramingiz barchangizga muborak bo'lsin.